Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kotyorlarimizni ham yasab, yig'ib tayyor qilib oldik. Bu kotyorlarimizni asosan ko'mirda, o'tinda va qo'shimcha holatda elektr tokida va gazda ishlash uchun mo'ljallab yasalgan. Kotyorlarimizni Samarqand va Navoiy viloyatlaridan buyurtma qilingan. Kotyorlarimizga ishlatilgan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy 5 turbalardan foydalangan holda yig'ib olganmiz kotyorlarimizni. Kotyorlarimiz mana shunaqa ko'rinishda yig'ib olinadi. Tepa qismidagi eshigimiz bu mana diplomatlarni vaqti bilan o'tin va ko'mirdan hosil bo'lgan agarlardan tozalab turish uchun qo'yilgan. Bu eshigimiz doim ochib yopilishiga hojat yo'q. O'shaning uchun mana bunaqa bo'lgaykada yopiladigan qilib qo'yilgan, doim ochib yopilmasligi uchun va azbiz qog'ozdan foydalangan holda germetichni yopilishini ta'minlash uchun yig'ib olganmiz eshigini. Germetichni yopiladi, shunda tutun suzib chiqmasligi uchun. Va pastki qatordagi eshigimizni mana bunday holatda ochiladi. Oxirgi qo'mbira shart emas va yon tarafga bunday suriladi eshigimiz ana. Gaykasi jaratboynik issiqlik qaytarib turishi uchun, eshik qizib ketmasligi uchun va issiqlik natijasida eshik qiyshayib ketmasligini ta'minlab berish uchun jaratboynik qo'yilgan. O'tinxonamizni kattaligi mana shunaqa, mana qo'l bilan solishtirganda ko'rishingiz mumkin. Birinchi papkamizgacha ancha joy bor. Pastda turbalardan foydalanganmiz. Bu turbalarning ichida ham suv o'tadi. Kolosnik vazifasini bajarish uchun ham turba qo'yganmiz. Va pastda kuldon vazifasini bajaruvchi eshigimizni xonasi qo'shimcha holatda garelka qo'yib ishlatsa ham bo'ladigan qilib yasalgan. Kotyorimiz bugun xudo xolasa Navoiy viloyatiga jo'nab ketadi. Kotyorlarimizga mana shunday issiqlik yoki bosim natijasida shishib ketmasligi uchun uchtadan qovurg'a berib chiqamiz, zaklopkalar ya'ni, va elektr teni uchun mo'ljallangan joyi. Kotyorlarimiz buklangan holatda yig'iladi. Hamma tarafi buklangan, to'rtta burchaklari ham. Shof faqat bunaqa tepalarida tushadi shoflarimiz. Faqat oldida mana bunday joylarida shof bor, boshqa joylarida shoflar kamaytirganmiz. Buyurtmalar bo'lsa, bemalol buyurtma qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiraman. Ko'pchilik bizdan narxlarini aytib o'tmabsiz deb so'rashadi. Narxini aytib o'tolmaymiz, negaki kotyorlarning narxi buni kvadraturasiga, ya'ni kilovatiga, uni quvvatiga qarab belgilanadi. O'shaning uchun o'sha pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat